Bolalar, assalomu bugun maktabimizda komissiya kelar ekan, shunga birlikda savollar berar ekan. Menga siz javob berasiz. Sizni yolg'on gapirib qo'yaman-ku. Yolg'on gapirgan, o'zing javob berasiz. Xo'p, siz bilasiz. Assalomu Shu maktabdagi komissiya bo'lib keldim. Bitta savollar bor, shu savollarga javob berasizlar. Birinchi savol, o'quvchilarga qanday muomalada bo'lishadi? To'g'ri, biz ertalab kelgandan qafiz yo'qdim. Ingliz qanday deyishadi. O'ka, nima deyapsiz? Biz otamizni hurmat qilamiz. Ular ham bizni bolamizni hurmat qilishadi. Bizga ovqat berib katta qilishadi. Yaxshi ekan, ikkinchisi, jihozlar, kompyuter texnikasilarda qanaqa? O'ka, bitta bolaga 4 kishi o'tiramiz. Informatika darsida kalkulyator o'tiramiz. O'ka, anaqa demang, kreslolarda o'tiramiz. Kompyuter emas, printerda tomosha qilamiz. Printerda. Yaxshi ekan. Sizlar transport, uydan maktabga kelishi qanaqa? Qiyin emasmi? O'ka, men Dumaloq sitida turaman. Shalda shuni kiyganimcha peshkom kelaman. Naskini qarang, naski. Usti bor, tagi yo'q. O'ka, nima deyapsiz? Ertalab 6:20 da Qulsovotaga boradi. Bibi bilan bizni olib qo'yadi. Sizlar ichida mehmonlar, sizlar maktabdagi ovqatlanishga gigienaga qanaqa qaraydi? Okajon, tarakalar bilan ovqatlanamiz. Oka, anaqa demang, biz restoran barlarda ovqatlanamiz. Har kuni Ulug'bek akamiz bitta qo'chqorni telefonda so'yib, qonni peshonaga surtib yuboraveramiz. Sizlar ichida mehmonlar, sizlar chorali qanaqa bo'ladi? Nima u? 8 yil peshon bo'lganman, deb sadaqa uchun o'tkazadi. Oka, ertalab eshikni ochib, kiramizmi qo'yib bersa, kiramiz.